Salom, siz mashhur blogger bo'lmoqchimisiz? Ushbu video aynan siz uchun. Bugungi videoda men sizlarga qanday qilib tezda obunachi va prosmotr yig'ishning 3 usulini o'rgataman. Videoga like bosing va oxirgacha videoni o'tkazmasdan tomosha qiling. Qani ketdik. Boshlanishga ozgina gaplashib olsak, aytmoqchimanki, pulsiz, yaxshi kompyutersiz va reklamasiz men mashhur bo'la olmayman deb o'ylamang. Bu juda xato fikr. O'zimdan kelib chiqib aytmoqchiman, men YouTube'da video qilishni boshlaganimda notebookim juda ham kuchsiz edi va oddiy o'yinlarda ham qotib ishlardi. Lekin to'xtaganim yo'q va shu YouTube orqasidan hozirda yetarlicha yaxshi bo'lgan kompyuter sotib olganman. Xullas, mashhur bo'lishingiz uchun boshlanishga kompyuteringiz bo'lishi ham shart emas. Eng muhimi, sizda xohish bo'lsa yetarli. Hozir men sizlarga o'zim va o'zimning tanishlarim sinab ko'rgan, aniq foyda beradigan 3 ta usullarni o'rgataman. Albatta siz ham bularni sinab ko'ring. Demak, birinchisidan boshlaymiz. Birinchi usul bu sifatli kommentariy yozish. O'zingizning yo'nalishingizga o'xshash bo'lgan YouTube kanallar kommentariyasiga qiziqroq kommentariyalar yozib turing. Bu odamlarning e'tiborini tortishga yordam beradi va kommentariyangiz qiziq bo'lsa, odamlar qiziqib kanalingizga kirib ko'rishadi, yo'qsa obuna bo'lishadi va hokazo. Ha, aytgancha, kim ota-onasini yaxshi ko'rsa like bossin. Iltimos, kanalimga o'tib obuna bo'linglar va shunga o'xshash jinnicha kommentariyalar hech qachon yordam bermaydi. Faqatgina kanalingiz obro'sini to'kishi mumkin xolos. Shuning uchun kommentariyani ham o'ylabroq yozing. Ikkinchi usul bu TikTok. Bilasizlar, hozirda bizning davlatda TikTok bloklangan bo'lishiga qaramay, o'zbek TikToki gullab yashnamoqda. Aytmoqchi bo'lganim, TikTokdan ham obunachi yig'ish uchun yaxshigina foydalanishingiz mumkin. Buning uchun birinchi bo'lib TikTokda yangi akkaunt oching. Chunki TikTok yangi akkauntlarni odatda ko'proq rekomendatsiyaga chiqaradi. Undan so'ng o'zingizning YouTube videolaringizdan qisqacha qilib qiziq joylarni kesib TikTokka joylang va to'liq videoni YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin deb yozib qoldiring. Shunda videongiz odamlarga qiziq bo'lsa, qiziqib YouTube kanalingizga kirib ko'rishadi, yo'qsa obuna bo'lishadi. Xullas, juda ham bu samarali usul. Albatta buni sinab ko'ring. Uchinchi usul obunachilar bilan suhbat. Vaqtingiz boricha har bir kommentariyaga javob yozishga harakat qiling. Agarda kommentariyalarga javob yozib tursangiz, boshqa kuzatuvchilar ham sizdan javob olish uchun kommentariy yozishga qiziqishadi. Shunday qilib, kommentariyangiz ko'payishni boshlaydi. Kommentariya ko'pligi esa videongiz rekomendatsiyaga chiqishiga sabab bo'ladi. Kommentariyani yanada ko'paytirishni xohlasangiz, videolaringizda konkurslar qilib turing va konkurs shartiga kommentariy yozishni ham qo'shing. Yoki har bir videongizda obunachilaringizga har xil savollar bering. Xullas, kommentariyani qanchalik ko'paytirsangiz, shunchalik o'zingizga yaxshi. Agarda siz ushbu 3 ta usuldan foydalanmagan bo'lsangiz, foydalanib ko'ring va natijasini albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Men kutib qolaman. Ha, aytgancha, agar YouTube kanalingiz uchun sifatli banner avatarka, videolaringiz uchun zamonaviy hamda o'zga e'tiborni tortadigan prevyular kerak bo'lsa, men bilan bog'laning. Video opsiyaniyasida Telegram manzilim bor. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang va Telegramdagi Vegeta Pro kanalimga ham o'tib obuna bo'ling. Shunda har xil konkurs, battle, stream va yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.